alaykum sizlar. Bugun sizlar bilan men Uzum Buldrop. Bugun sizlar bilan biz qanday qilib Buldropga tekin promolar olishni o'rganamiz. Qarorna go akalar birinchi bo'lib bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bizning kanal bu. Obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlarga keyin bepul promolar tashlab turaman mana. Kecha 5 ta promo bir vaqtga 5 ta promo kod tayladim. Keyin 99 lik taylaganman. Keyin shularni kopirovat qilib bemalol olishlarim mumkin. Qanday qilib olamiz desalar, mana ishlatish uchun deganman. Shu ishlatish uchun hozir mana shu joyini ko'k yozuvni bosib olamiz. Bu avtomatik Buldropni ichiga kirgizib yuboradi. Hozir kirsinchi. Qaranglar. Kirganlaringdan keyin birinchi kirganlaringga mana bu joyga login deb qo'yadi yoki kirish deb qo'yadi. Kirishni bosasizlar akkauntlaringiz kirgizib olasizlar. Keyin mana shunday 0 bo'lib turadi, balanslaring ko'rinib. Keyin menyuga o'tasizlar, ya'ni menyu qayerda hozir chizib qo'yasizman. Mana bu yerda menyu bor. O'sha menyuga o'tasizlar. Keyin bu yerdan promo kod degan joy bor. O'sha joyga shuni bosasizlar. Keyin nega bo'yaka men tashlaman mana bu kanal. Mana bu kanal tashlagan promo kodni mana shu kanal tashlagan promo kod mana shu joyga yozasizlar. Yo bo'lmasa kopirovat yozasizlar, yo bo'lmasa mana bu yerdan yozasizlar promo kodni, masalan bunday qilib. Keyin faollashtirishni bosasizlar, faollashtirishni. Agar yam-yashil bo'lib chiqsa, mana tepaga yozuv chiqadi. Mana bu yerga yozuv chiqadi. Promo kodni oldingiz deydi, keyin mana bu yerga rasmini ko'rsatadi. Rasmini ko'rsatsa, rasmini ustiga bossalaring, keysga kirib ketasizlar. Yoki bo'lmasa mana bu yerda qizil yozuv bo'lgan bo'lsa, promo kodni olishga ulgurmagansizlar. Qaranglar, qanday qilib olish, tez olishni oson usuli promo kod kelgandan mana shu yerga yozinglar. Keyin pas degan narsa bor akalar. Pas mana bulpas. Chizaman mana bulpas. O'sha paslaringni ham ko'tarsalaring bo'ladi. Mana gruppaga ham pas tashlayman. Bu sizlarga tekin promo kod beradi. Promo kod emas, tekin keys beradi buni. Har xil keyslardan beradi. Mana qo'y. $10 eng qimmati mana shunday keys beradi. Har xilidan. Keyin shuni ham to'ldirsalaring bo'ladi, keyin bepulga promo kod ham olsalaring bo'ladi akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like va obunani bosib qo'yasizlar. Men sizlarga yana keyin chiqarib olishni, to'ldirishni o'rgataman hozir. Chiqarishdan yana menyuga o'tamiz. Menyudan hisobni to'ldirish bor mana bu yerga. Hisobni chiqarish bor. Hisobni to'ldirishga kiramiz. Hisobni to'ldirish. Har xil bank kartalari bor. Har xilidan. Keyin mana bu yerga 20% ko'paytirsalar bo'ladi. Masalan, hozir kopirovat qilaylik. Bank kartasidan tashlayman. Masalan, menga 15,000 tashlayman. Mana 62 ta beradi. VTX Pro uchun keyin mana holi Uzum Buldropga olgan mana olaman 20% lik bo'lani. Promo kodni olaman, keyin shularni tegislaring bo'ladi. 15,000 so'mga mana 65 UC hislaring bo'ladi. Oltinda ya'ni Bulcoinga 106 ta Bulcoin bo'ladi akalar. Shuni chiqarsalaring bo'ladi. Har xil keyin bu yerdan to'lov qilganlaring uchun bulpaslaring ko'tariladi. Bu yerdan bepul keys olishlaring mumkin. Keyin bepul jeton olsalaring bo'lishi mumkin. Keyin jetonga pulga aylantirsa bo'ladi. Jeton uchun mana bu bonuslarga kirasizlar. Bonuslarga kirganlaringdan keyin
pul to'lasizlar-ku, mana bu yerga jeton yig'ilib turgan bular. Mana bu joyga. Shuni aldi bo'lsasizlar, yo sizlarga sevinglar, shu aldi bo'lsasizlar bitta hammasini hisoblaylik, miqdorda kiritishni bosasizlar. Mana buni bosasizlar, keyin yechatda mana bu hisobni tashlab beradi, qancha jeton bo'lsa. Keyin kelinglar sizlar chiqarishni o'rgataman, akalar. Chiqarish xuddi bu chizgan joyimda. Menyuga kiramiz. Nimagadir sayt qo'yib qo'ydim. Hozir 2 minut akalar. Ha mana. Menyuga kirasizlar, keyin chiqarib olish bor. Chiqarib olish mana. Mana chiqarib olishni bosasizlar. Bu yerdan har xil o'yinlar bor akalar. Kubik bor, Standoff 2, CS:GO, Roblox, Rust, Free Fire. Shunday o'yinlar bor. Pabga yusib chiqarmoqchi bo'lsalaring, menga birinchi qaranglar. ID terasizlar. ID shart emas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 desalaring bo'ldi. Menga ID shart emas. Bari bittasi puldan chiqarasizlar. Keyin miqdor. Masalan, tepaga qancha yuz bor? Sizlarga 60 yuz chiqarmoqchi bo'lsalaring, 98 bitcoin bo'ladi. Mana 60 yuz. Chiqarasizlar. Buni chiqarish uchun mana bu 60 yuz ishlagansizlar-ku, buni chiqarish uchun kamida 1,5 ming so'm mablag' to'lashlaring kerak. Bu dropga kirib 1,5 ming so'm mana pul tiqishlaring kerak. Keyin mana bu yerga mana bu narsa yashil bo'lib yonadi. Mana bu narsa mavjud emas-ku, o'sha yashil bo'ladi-da. Keyin mana buni chiqarsalaring bo'ladi, chiqarishni bosib. Bu keyin qayerga o'tadi deslaring, chiqadi o'zi. Keyin mana chiqindi tarixi bor. Chiqindi tarixiga bitta bosasizlar, kiradi. Keyin mana bu yerga mana promo kodlar bor. Mana qaranglar, mana hammasini chiqarganman. Keyin buni ko'z turibdi. Mana o'sha ko'z ustiga bitta bossalaring, mana nusxalab olish chiqib turibdi. Nusxalab olasizlar. Keyin buni mana shu yerdan, shu kirgan joylaringdan Midasboy deb qo'yibdi mana sariq bilan. O'sha Midasboy ustiga bitta bossalaring, sizlarni Midasboy saytiga kirgizib beradi. Qarab turinglar. Midasboyga kirganlaringdan keyin sizlar akkaunt kirgizishlaring kerak bo'ladi. Akkaunt mana Void turadi tepaga. Void deya mana. Void. O'shani bosasizlar. Voidni. Kirdi. Keyin mana bunga bosasizlar. Kiradi. Google. Xohlagan Facebook, Google akkaunti bo'lsa, men Google dan kiraman-da. Xohlagan bitta Google akkauntlarini kirgizasizlar. Kod terib. Mana kod terilgan, kirasizlar. Continue bosasizlar. Avtomatik akkaunt ochiladi. Ochilgandan keyin bu yerga mana shu turibdi-ku, mana Uzbekosha degan. Mana shu Google akkauntimga bor PUBG akkaunt, buni almashtirasizlar. Qaysi, masalan, o'zlaringni PUBG akkauntlaringga tayyorlamoqchi bo'lsalaring, shuni bosasizlarda ID terasizlar. Har xil, masalan, meniki 52 29 44 08 647. Shuni OK'ni bosasizlar. Mana hozir niklaring bilan chiqarib berish kerak. Mana niklari bilan chiqarib berdi. Keyinchiga Пожалуйста, верни код aktiv degan. Shu joyga boya kopirovat qilgan anamizni yozamiz, parolni. Keyin хорошо'ni bosamiz. Men buni ishlatib berganman, shuning uchun keyin tashlash chiqadi. Tashlaysizlar, keyin akkauntlaringizga borib tushadi. Buldirib. Albatta, kanalimizga o'tib obuna bosib qo'yinglar. Mana shu kanal. Silkasini chatga yo
kommentariyaga yoki описаниеga qoldiraman. Bo'lmasa xayr akalar, hozir promokod tayinlayman. Bo'pti.